Bir kuni shoh har bir bolasiga bittadan urug' beradi va shu urug'dan eng yaxshi o'simlik o'stiring deb aytadi. Shoh keksayib qolgan edi va shu orqali taxtga haqiqiy vorisni aniqlamoqchi bo'ladi. Bolalar orasida bog'bonchilikni juda yaxshi ko'radigan bir o'g'li bor edi. U urug'ni eng yaxshi tuproqqa ekdi, muntazam sug'ordi, quyosh nuri bilan ta'minladi, nihol chiqishini sabr bilan kutdi, lekin hech narsa o'smadi. Vaqt o'tib, shohga ko'rsatish vaqti keldi. Boshqa bolalar chiroyli, yashnab turgan o'simliklarni olib kelishdi. Bog'bonchilikni yaxshi ko'radigan o'g'li esa faqat bo'sh, quruq tuvakni o'zini olib keldi. Shoh har bir o'simlikni diqqat bilan ko'zdan kechirib chiqdi. Navbat o'sha bolaga yetganda, shoh uni g'olib deb e'lon qildi. Hamma hayron qoldi. Shunda shoh sababini tushuntirdi. Men hamma urug'larni oldindan qaynatib qo'ygan edim deb aytdi. Ulardan hech narsa o'sib chiqmasligi aniq edi. Boshqalar urug'ni almashtirib, meni aldadi. Faqat mana shu bola rostgo'y bo'ldi. Xulosa, haqiqat va rostgo'ylik eng katta g'alabadir. Bu siz bilan oxirgi ko'rishimiz bo'lishi mumkin. Shuning uchun obuna bo'lishni unutmang.